assalomu alaykum. Biz uchun hamisha qadrli bo'lgan aziz qadrdonlarimiz, Garant savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi biz g'oliblarni aniqlashda davom etamiz. Bugungi jonli efirimiz mehmoni kecha sizlarga aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Respublikasidagi eng mashhur inson va mashhur san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Nihol mukofoti sovrindori, ustazoda san'atkor, kino aktyor, qo'shiqchi, suxandon, teleboshlovchi, bir so'z bilan aytganda universal iste'dod egasi desak bo'ladi. Iste'dod egasi Samandar Hamroqulov. Assalomu alaykum Samandar aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizni efiringizda ko'rib turganimiz juda ham xursandmiz. Men ham xursandman taklif qilganinglardan, loyihada hamkorlik qilayotganimizdan ham albatta xursandmiz. Bu juda ham quvonarli, bu juda ham xalq uchun juda ham yaxshi bir g'oya o'ylabsizlar. Tinimsiz har kuni kun davomida ularga yo'llanma, ya'ni haligi aksiya, sayohat uchun aksiya o'ynalishi. Bu juda yoqimli. Chunki hamma ham dunyoni kezishni xohlaydi. Muqaddas kitoblarda ham aytilgan, sayohat qiling. Sayohatni ham juda ham o'ziga yarasha foydali taraflari bor degan. Sayohat qilgan paytda sayohatni xohlaydiganlar ko'p, imkoniyati yo'q bo'lishi mumkin. Mana shunday insonlar uchun chin yurakdan niyat qilgan bo'lsa, mana nasibasiga, shunaqasiga sabab bo'lib nasib qilgan bo'lishi. Orzular amalga oshadi, bir so'z bilan aytganda. Samandar aka, keling, efirimiz boshida mana siz Instagramingizda jonli efir ketmoqda. Muxlislaringizdan savollar bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Sayohat yo'llanmasini qanday qo'lga kiritib olsak bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin. Men bunga to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Yaxshi. Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilasiz va Garant savdo markazining 2800 ta sayohat aksiyasida ishtirokchi sifatida qatnashasiz. 6 ta davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Shart ham juda ham oddiy-da. O'zining ehtiyoji uchun nima mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, 3,5 million so'mdan yuqorisidan xarid qiladi. 6 davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Endi bu 6 davlatlarimiz: 1000 ta Turkiya, 400 ta Umra, 400 ta Dubay, 300 ta Vyetnam, 300 ta Misr hamda 400 ta Gruziya davlatlariga sayohat yo'llanmalarimiz bor. Zo'r. Bularda imkoniyatlardan foydalanib qolish faqat sizlar uchun bor. Hali aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmagan bo'lsangiz, ertagayoq aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib qolinglar. Va biz barcha aksiyamiz ishtirokchilariga omad tilab qolamiz. Bugungi g'oliblarni shaxsan Samandar Hamroqulovni o'zlari aniqlab beradi. Bugun sizlar bilan birgalikda biz Turkiya, Dubay, Umra davlatlariga sayohat yo'llanmasi g'oliblarini aniqlab olamiz. Ya'niki Samandar aka aniqlab beradi, kim yutadi, qaysi viloyatdan hozir bilib olamiz. Samandar aka, keling, efirimiz boshida kunlik aksiyamiz bo'yicha Turkiyaga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlaymiz va efirimizni yana chiroyli suhbat bilan birgalikda davom ettirib ketamiz. Yaxshi. Demak, Turkiya. Xo'p, sichqonchani ushlab olib, bismillahirrohmanirrohim. Endi ota-onaning duolarini olganmiz, alhamdulillah, Xudoga behisob shukr. O'ylaymanki, bizni bosishimiz barakali bo'ladi deb o'ylayman. Kimga to'g'ri kelsa ham barakali bo'lsin va yaxshi dam olishlarga tilakdoshman. Bismillah, boshladik. Va random zer dasturimiz tasodifiy g'olibni aniqlab beradi. G'olibimiz aniq. Samarqand viloyati Urgut filialimizdan Yo'ldosh va Mohinur opamiz, Nurayli qizi g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin Mohinur opa. Bu qarsaklar siz uchun. Tabriklaymiz. Urgutliklar yutganiga men yanada xursandman, chunki Samarqandga, o'zi Samarqand viloyatini yaxshi ko'raman. Samarqandga eng ko'p boradigan viloyatim menimcha Samarqand. Yaqinlarim, qadrdon aka-uka do'stlarim aynan Urgutda juda ko'p. Juda ko'pchiligi Urgutda joylashgan. Demak, Mohinur opamiz bizdan Samandar aka 6-aprel kuni mahsulot xarid qilishgan, ya'ni Urgut filialimizdan va sayohat aksiyamizda ishtirok sifatida qatnashgan. Mohinur opamiz Samarqand viloyati Urgut tumani tibbiyot birlashmasida xodima bo'lib ishlar ekanlar. Tabriklaymiz. Baxtli mijozimiz. Men ularga qo'ng'iroq qilaman. Jonli efirda o'zida ularni tabriklaymiz. Zo'r-ku, hozir ular non yopganda deb xamir qorayotgan yoki bir farzandlarga qarayapti. Hozir xatya kech bo'ldi. Kech bo'lgani uchun menimcha serial ko'rayotgan bo'lsa kerak. Oila davrasida serial ko'rib yoki ujin qilishayotgan. Mayli, oila davrasida bo'lsa xursandchilik yanada boshqacha bo'ladi Samandar aka. Biz ularga qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Agar bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, sizga savollarim boray bo'lsin deymiz va jonli efirda yana bir bor tabriklaymiz.
agarda kuzatmayotgan bo'lsa, Urgutdan kuzatayotgan mijozlarimiz, Samandar aka muxlislari ichidan agar taniydiganlar bo'lsa, Yo'ldasheva Mohinur opamiz Samarqand viloyati Urgut tumani tibbiyot birlashmasida xodima bo'lib ishlar ekanlar. Ular birinchi qo'ng'irog'imizga javob berishmadi. 3 marotaba urinib ko'ramiz. Agar qo'ng'iroqqa javob bermasa, bizning imkoniyatlar bor Samandar aka ularni bog'lanish uchun. Sababi bu yerda bizning ma'lumotlarimizda ularda qo'shimcha raqamlari ham bor. Qo'shimcha raqamlarga aloqa chiqish imkoniyatiga egamiz. Avval 3 marta bu nomerga qilib ko'rasiz. Bu nomerga shunchasi ham. Hozir qo'shimchasiga qilib ko'rolmaymizmi telefon? Mayli, bir marta yana harakat qilib ko'raylik. Band menimcha, o'shaning uchun Ha, juda ko'p hollarda bo'ladi. Samandar aka, masalan, o'zimiz ayollar ham telefonni qo'yib qo'yib farzandlar bilan ovora bo'ladi yoki ovqat qilib yurgan bo'ladi, boshqa qilib yurgan bo'ladi yoki endi telefonni hali ko'taraman deganda o'chib qolishi mumkin. Abonent hozir javob eshitmayapti. Eshitmadilar, bularni qo'shimcha raqamlariga aloqaga chiqaman. Sizga Bu bir kishilik, bu bitta o'zlariga. bir dona o'zlariga. Biz bitta o'zlari borib kelishga. Mutlaq bepul bo'ladi sayohatlarimiz. Ha, yo'q, shundoq biz ham baribir haliga. tekshirib qaytadan deb. Nega? Raqam noto'g'ri deyapti, biz to'g'ri termoqdamiz. Xo'p. Demak, ular berishdan noto'g'ri berishgan raqamlarni, ya'ni aytayotganlarda Raqam noto'g'ri berilgan. Ha, demak bu. demak o'zlarda bo'lgan. Birinchi g'olibimiz aniq Samarqand viloyati Urgut tumanidan, ya'ni Urgut filialimizdan Yo'ldosh va Mohinurxon opamiz bo'ldilar. Aynan ular Turkiyaga sayohat yo'llamasi muborak bo'lsin. Biz ularga jonli efirda qo'ng'iroq qildik, lekin bog'lana olmadik. Samandar aka hozirda bizning operatorlarimiz ular bilan bog'lanishga harakat qilmoqda. Efir davomida ular bizga qo'ng'iroq qilsalar, yana bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Va yuqoriga efirda davom etamiz. Xo'p, hozirchi nima qilamiz unda? Hozir ular bilan bog'languncha baribir oramizda boshqa g'oliblarni aniqlab turadimi? Shunaqa qilaylik bo'lmasa. Bemalol boshqa g'oliblarni aniqlab turamiz. Unda. Xo'p, keyingisida endi qayerga? Dubayga. Dubayga. Zubayda, nima bor ey Dubayda degandek. Samandar aka, biz jonli efirlarimizda har kuni g'oliblarni aniqlaymiz va har kuni ikkita aksiya bo'yicha g'oliblarni aniqlaymiz. Ya'ni kunlik hamda yillik aksiya bo'yicha g'oliblarni aniqlaymiz. Misol uchun bugun Turkiya, Dubay davlatlariga kunlik g'oliblarni aniqlaymiz. Yillik aksiyamiz bo'yicha esa Umraga ziyorat yo'llamasi g'olibini aniqlaymiz. Endi tushuntirib o'tmoqchiman, kunlik aksiya qanday, yillik aksiya qanday degan savolga Garant savdo markazlaridan bugun kelib 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilingan bo'lsa, bugunning o'zida aksiyamiz ishtirokchisiga aylanadi va mahsulot xarid qilgan kunidan boshlab 5 kun davomida kunlik aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashadi. Va har kuni o'ynaladigan ikkita davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Xo'p, kunlikda. Endi g'olibimiz kunlik aksiyada g'olib bo'la olmasa, ro'yxatda yillik aksiyamizga o'tadi va 12 oy, ya'ni 1 yil davomida ishtirokchi sifatida qatnashadi va har kuni o'ynaladigan bitta davlatga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Muhimi, Garant savdo markazlarida mahsulot xarid qilib aksiya ishtirokchisiga aylandimi, ular 1 yil davomida ishtirokchi sifatida qatnashadi. Endi 1 yil davomida har kuni o'ynasa omadi bor inson yutadi-da. Endi men o'ylaymanki, endi Garant savdo markazini mahsulotlarini ham sifati qay darajada yoki servisi qay darajada, buni hammasini bilgan odam turgan gapga o'ylaymanki, yana xarid qiladi va aksiyada ishtirok etishga harakat qiladi. Mutlaq bepul sayohat yo'llamasidan foydalanib qoladi. Lekin xalq uchun zo'r narsalar qilgansizlar, gap yo'q, qoyilman. Mutlaqo bepul borib kelishlari, otel, gostinitsa, hamma narsa yo'l kirasiz. Toshkent xalqaro aeroportgacha kelsa bo'ldi. Sayohat davom bepul. Yaxshi. Uydan aeroportgacha keladigan taksilarimiz o'zlari. Biz ular ularni g'oliblarimizni Toshkent xalqaro aeroportida kutib olamiz. Barchasini o'sha yerda yig'ib sayohatga olib ketamiz. Hozirda ham Umra ziyoratini qo'lga kiritgan mijozlarimizni 50 nafari 16 guruhimiz bo'lsa kerak, yo 17-16 guruhimiz Umrada ziyorat qilmoqda. Bir guruhimiz hozirgi daqiqalarda ular Umrada ziyorat qilishmoqda. Agar o'sha umra hojilari ichida bizni ko'rayotganlari bor bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri efirda shunaqa muqaddas yerlarga borib siz nasib qilib duo qiling, o'sha yerdan turib bizni ham hammamizni deyman-da. Barchamizni, jamoadagi hammani. Samarqandga yaqin kunlarda esa Turkiyaga sayohatlarimiz boshlanadi, Gruziyaga ketishadi va 6 davlatda barchasi rejalashtirilgan. Shu sababdan
hali aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmagan mijozlar bo'lsa, ertagayoq 3,5 million so'mlik yuqori mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib qo'yinglar, sizlar ham mutlaq bepul sayohat qilib kelasizlar. Samandar aka keling, efirimiz boshida birinchi g'olibni aniqladik, ularga qo'ng'iroq qildik, tusha olmadik. Efirimizni yanada ko'tarib kayfiyat qilish uchun bilasiz, Samandar aka kinolarda juda ham ko'p rol o'ynagan va barchamizni qalbimizdan joy olgan. Shu bilan birgalikda qo'shiq ham juda ham chiroyli ijro etadi. Agar rozi bo'lsangiz, bitta chiroyli taronangizni muxlislar uchun va jonli efirda yanada yuqori kayfiyat ulash uchun kuylab bersangiz. Xirgoyi. Xirgoyi qilib bersangiz. Endi menimcha Instagramdagi muxlislar barchasi aytayotgandir, qaysi qo'shiqligini? Sevgi fazosida taronasi. Endi ko'pchilik shoshilan so'raydi. Hamma joyda shoshilan aytaman. Bo'pti, mayli, xo'p, yana. Efir davomida qo'ygan qo'shiq, misol uchun Samandar tangosi ham bor. O'shani. U buni barchani biladi. Efir davomida yana u taronani ham eshitib qolamiz. Hozir esa Samandar akadan chiroyli tarona. Muhabbat yaprog'in o'zganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulning mehrini tutganing rostmi? Tog'lardek matonat tilayman senga, daryodek jo'shqin bo'l sevgi bobida, va'danga vafoli bo'lsang sen uchun, sahifa ochilur baxt kitobida. Sevgi fazosinda uchganlar ko'pdir, xayolda yulduzni quchganlar ko'pdir. Quchganlar ko'pdir. Grand savdo markaziga kirib xarid qilib, 3,5 millionda yutganlar ko'pdir. G'oliblar ko'pdir. Ko'payinglar. Bepulga sayohat qilganlar ko'pdir deb qo'shilsak ham bo'laveradi. Ko'payishsin, undan-da ko'payishsin. Undan tashqari biz hali yana men o'zim Instagram sahifamda va'da berganman. Eng zo'r muxlis, eng aktiv muxlisga smartfon beraman deb bugun. Birozdan so'ng albatta bu smartfon qachon o'ynaladi deb o'tirgan bo'lish mumkin-da. To'g'ri. Haligi smartfonni yaxshi ko'radiganlar. Va'daga va'da, albatta buni hozir sovg'a qilamiz. Birozdan so'ng oldin men bu oldinda ikkita davlatimiz qolgan, Dubay hamda Umra davlatlariga sayohat g'oliblarini aniqlaymiz. Undan so'ng esa biz shunchaki jonli efirda tomosha qilib turgan Samandar akaning muxlislari uchun smartfonni sovg'a qilib berib yuboramiz. Demak, Samandar aka, Dubayga sayohat yo'llanmasi. Bismillah. Boshladik-a Dubayga. Dubayga kim yutadi? Ya habibi, yalla ya, tafaddal deydi-ku, marhamat degani. Bismillah. Boshladik unda o'rtoqlar. Boshladik. Barchaga omad tilaymiz. Dubai. Oh, congratulations. Yusupova Durdona Ilhamovna. Xorazm viloyati Urganch filialimizdan Yusupova Durdona Ilhamovna. Siz uchun Dubayga sayohat yo'llamalari muborak bo'lsin va bu qarsaklar siz uchun bo'ldi. Aynan Durdonaxon opamiz bizdan 8-aprel kuni Urganch filialimizdan mahsulot xarid qilishgan va bizning sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashib, bugun kunlik aksiyamiz bo'yicha Dubayga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritdilar. Muborak bo'lsin, tabriklab qolamiz. Durdona opamiz Urganch shahar hududiy elektr tarmoqlarida xodim bo'lib ishlar ekanlar. Faoliyat yuritar ekanlar bu yerda. Bo'ldi. Ularga ham qo'ng'iroq qilamiz. Telefon qilib ko'raylik qani. Assalomu alaykum. Bu xursandchilik xabarni qanday qabul qilishadi? Hozir bilib olamiz. Qanday qabul qilishsa kerak? Ko'tarishsa bo'ldi eng muhimi. Qo'ng'irog'imizga javob bersalar bo'ldi. Band bo'lishlari mumkin. Xorazm xalqi juda ham san'atni yaxshi ko'radigan san'atchi namonda zabardast san'atimizni darg'alari, ustunlari chiqqan yurt. Ha. To'g'ri. O'zi boshida aytamanki, sizni tanishtiraman. Samandar aka qanday sizda qanday qabul qilagan? Sizni qaysi davlatga yozsangiz, Samandar hamma qulf aytadi, desa yanada xursand bo'lib ketadi-da. 2 karra xursand bo'lib ketishadi. Oldin qo'ng'irog'imizga javob bering, Durdona opa. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Durdona opa, aloqadamisiz? Ularda aloqa yaxshi emas shekilli, Samandar aka. Ovozlari kelmadi. Lekin ko'tarishda telefon. Javob berishdi. Lekin biz yana harakat qilib ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum. Yusupova Durdona opamiz nomerlarimi? Durdona opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
Yaxshi, rahmat. Garan savdo markazidan aloqaga chiqmoqdaman. Hozirgi daqiqalarda jonli efirdasiz. Ha? 8-aprel kuni Garan savdo markazi Urganch filialidan mahsulot xarid qilgan ekansiz Ha, xarid qildim. va bizning sayohat aksiyamizda ishtirok sifatida qatnashgan ekansiz. Xabaringiz bor sayohat aksiyalarimiz bo'yicha. Xabarim bor. Durdon opa, sizga bir xursandchilik xabar aytish uchun qo'ng'iroq qilmoqdaman. Aytavering. Siz hozir bitta davlatga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritdingiz va hozirda jonli efirda o'zbek estradasining eng yorqin yulduzi, barchamizni sevimli aktyorimiz, suxandonimiz, qo'shiqchimiz o'tiribdi. Samandar Hamroqulov bilan birga jonli efir o'tkazmoqdaman. Men telefonda Samandar akaga beraman va ular sizga qaysi davlatga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritganingizni aytishadi. Marhamat Samandar aka. Durdon opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat opajon, muborak bo'lsin, tabriklayman. Siz Dubayga sayohat yo'llanmani qo'lga kiritdingiz, Dubayga. Bu qarsaklar siz uchun. Olqishlar siz uchun hammasi. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin. Sayohatlaringiz, ilohim, ziyoratlaringiz borib hammasi juda ham bir maroqli, chiroyli, xush o'tishiga tilakdoshman. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling, xursandchiliklarga boy bo'lsin hayotingiz doimo opajonim, tabriklayman. Amin. Nima mahsulot xarid qilishini Samandarga so'raylikchi. Mana yozib qo'yibdi-yu, mana. O'zlaridan. Nima mahsulot xarid qilgan edingiz siz? Sizlarmi? Ha, nima olgan edingiz? Mebel, televizor, Ha, mebel. Mebel, televizor. telefon, mana shu. Aha. O, ko'p narsa olgan ekanlar. Ko'p narsa olishgan va maishiy Gap yo'q. texnikalarimizdan xarid qilib, aksiya ishtirokchimizga aylanishgan. Ana. Maza bo'ldi endi, zo'r bo'ldi mana. Endi u yoqqa sayohatlarga borib, u yoqdagi olgan videolaringizni mana shu katta televizoringizda uyda ko'rib o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Muborak bo'lsin. Tabriklayman Durdon opajon. Sog' salomat bo'ling. Hali yordamchi yigitlar siz bilan. Xo'p bo'ladi opajon. Durdon opa sizga xodimlar aloqaga chiqishadi, to'liqroq ma'lumot berishadi. Yaxshi, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Esa qo'ydim deng. Ular xursand bo'lishdi. Yo Xorazmda gaplashib bo'lgandan keyin yaxshi esa qo'ydim deydi-da. Ya'ni bo'ldi telefonni qo'yapman degan ma'noda-da u narsa. Ular o'zlarini udumi deydimi? Nima deydi? Odat gapiradigan odatlari. Juda bir o'ziga xosligi-da bu ham. Tabriklaymiz, mana ko'rdinglarmi, qanday baxtiyor insonlar ko'p. Hamma siz ham baxtiyor insonlarsiz. Sizlarda ham yutuq bor albatta. Nasib etsa, Xudo xolasa, hali sizlar ham yutasizlar albatta. Ichingizda yana bitta g'olib o'tiribdi. Lekin kimligini bilmaydi. Yo efirda o'tiribdi, yoki qayerdadir o'tiribdi-da. Yoki umuman xayolda yo'q. Biz ularga qo'ng'iroq qilamiz va xursandchilik xabarini yetkazamiz. Aziz bizni kuzatib turgan ijtimoiy tarmoqdagilar, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmagan mijozlar, sizlarga ham shu soniyalarda qo'ng'iroq qilib, shu xursandchilik xabarini aytish imkoniyatiga egamiz. Buning uchun Garan savdo markazlarida tashrif buyurib, mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib qo'ysangiz bo'ldi. Siz g'olib bo'lasiz. Sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling. Bo'ldi. Samandar aka, bizda kunlik aksiyamiz g'oliblari aniq. Endigi navbat esa bu yillik aksiyamiz bo'yicha 12 oy davomida ishtirokchi sifatida qatnashib turgan aksiyamiz ishtirokchilari aniqlaymiz. Umraga sayohat, ha? Samandar aka, uni oldin sizga bir savol bermoqchiman. Mana misol uchun sizlar oilalaringizni butun O'zbekiston biladi. Misol uchun dadangizni, akangizni va sizlarni bilishadi. Ustozora san'atkor, san'atkorlar oilasi hisoblanadi. Endi ko'p san'atkorlar kelganda aytardim, san'atni necha yoshdan boshlagansiz degan savol berardim-da. Menimcha bu savolni sizga berishim mumkin emas. Sababi siz menimcha tug'ilgandayoq o'sha san'atda ustoz ko'rib, oilada san'at rivojlanib borgan. Keling, siz san'atga yanada shu oldinga chiqib ketishingiz uchun qandaydir narsa turtki bo'lganmi yoki qaysidir kinomi yoki qaysidir insonmi? O'zi baribir odam odamga sababchi bo'ladi har doim. Inson insonga sababchi bo'ladi har doim. Juda ko'p sabablari ko'p. Masalan, eng bir dastavval birinchisi albatta bu Ali do'stim, Ali Niyozimbetov aynan shu Sevgi fazosi degan qo'shiqni menga bastalab yozib berganda, mana shu ashula juda ham omadli ashula chiqqan. Va undan tashqari Rustam akam Sadiyev Muhabbat sinovlari filmini suratga olishdan avval juda ko'p video kliplarda aktyor sifatida bizni ishlatardilar va bir kun bitta kino olaman, shu filmda sen qahramon o'ynaysan deb gapirardilar va shu aytgan gaplariga va'daga vafo sifatida bir
shu film oldilar muhabbat sinovlarini va Rustam akam asosiy sabab bo'lgan. Lekin hammasini ham qo'yib turamiz, eng asosiy bitta odam sabab desa bu onam. Eng avvalo hammasi onamning duolari bilan. Onam birinchi ustozim ham onam. Mani dunyodagi shunchalik yutuqlarga erishishimga umuman hammasi uchun eng sababchisi eng avvalo Alloh taolodan Parvardigor shu bolamning martabasini ulug' qilgin deb tuni kun kechasi bilan uxlamay duo qilib chiqqan onaizorda onajonim shu onamni ilohim baxtimga sog' bo'lsinlar deyman, umrlar uzoq bo'lsin deyman. San'atga qachon kirib kelgansiz degan savol juda ham to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan biz san'atkorlar oilasida tug'ilganmiz. Haligi baliqqa siz qachondan beri suvga tushishni boshlagansiz deb bo'lmaydi-yu. To'ppa-to'g'ri shu savol tug'ilgan-ku. Xuddi shuni singari biz san'atning ichida tug'ilganmiz, san'atkorlar oilasida katta bo'lganmiz. San'atkorlar avlodidan bo'lganmiz. Onamning dadalari opa-dadam dutor yasaydigan usta bo'lganlar. Ular ham san'atga daxli inson bo'lgan. Opa-dadam tarafdan endi ular tomonidan san'atkorlar bo'lmagan-u, lekin boshqa odamlar bo'lgan shunaqa. Samandar Hamroqulovni, masalan, aktyorlik bo'yicha savollarimiz ketdi. Boshida shu mavzuga kirdik. Samandar Hamroqulovda shunday orzusi bormi aka? Qaysidir obrazni yaratish orzusi. Masalan, o'sha obrazda men o'ynagan bo'lardim. Juda ham, albatta. Tarixiy obrazlarni juda ham xohlardim. Meni eng katta orzularimdan biri agar tarixiy filmlar bo'ladigan bo'lsa, ikkita shaxsning rolini juda ham xohlardim ijro etishni. Birinchisi Hazrat Alisher Navoiyning rollari, obrazlari, ikkinchisi Imom al-Buxoriyning rollari. Imom al-Buxoriy juda katta va mas'uliyatli rollar hisoblanadi. Vazifa. Endi bu rollarni ijro etish uchun xos bo'lish kerak, aynan. Shunga xos shu shaxslarga masalan kuni kecha ham bir o'tirib sizlar bilan bir suhbatlashganimizda bir narsani aytib berdim-ku, o'shanda ustoz Sherali Jo'rayev Navoiy g'azallaridan aytadigan inson shu Navoiylarga qancha darajada xos bo'lgan bu inson. Bizda qo'ng'iroq bor, sizni gapingizni kutib turgandim. Bu esa Turkiyaga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritgan Mohinur opamiz bizga qayta aloqaga chiqishmoqda. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Mohinur opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Garan savdo markazidan aloqaga chiqmoqdaman. Hozirgi daqiqalarda jonli efirdasiz. 6 aprel kuni Urgut filialimizdan mahsulot xarid qilgan ekansiz. Narsa olganman. Biz sayohat aksiyamizda ishtirok sifatida qatnashgan ekansiz. Hozir jonli efir bo'lmoqda. Va jonli efirda hammaga mashhur bo'lgan bizning sevimli san'atkorimiz bor. U bilan birga jonli efirda o'tkazmoqdamiz, ya'ni Samandar Hamroqulov bilan birgalikda. Siz hozir bitta xursandchilik xabar aytishni qo'ng'iroq qilgandik. Bu xursandchilik xabarni Samandar aka sizga aytadi. Eshitishga tayyormisiz? Mayli. Mohinur opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshi. Xudoga behsob shukur. Alhamdulillah. Rahmat. Nima mahsulot sotib olgan edingiz? Bitta telefon bilan tillatib olgan edim. Mana qarang, barakali narsa olgan ekansizda, ko'ryapsizmi? Orqasidan yana boshqa sovg'ani olib kelyapti. Siz Turkiyaga sayohat yo'llanmasini yutib oldingiz. Muborak bo'lsin. Turkiyaga tabriklaymiz. Qarsaylar siz uchun. Qarang, ajoyib davlat. Har tarafidan azon ovozi kelib turadigan davlat. Turkiya juda ham go'zal davlat. Dengizlari, taomlari, mevalari ayniqsa juda ajoyib davlat. Tabriklayman opajon, muborak bo'lsin. Rahmat. Samandar aka, kechirasiz-da, bu yoqqa borib kelish bepulmi yoki mutlaq bepul. Mohinur opa, sayohatimiz mutlaq bepul. Siz bepulga sayohat qilasiz. Qarang, bir o'zim qo'rqaman-ku borgani. Sherik olsam bo'lmaydimi? Sherik ham olsangiz bo'ladi. Ham guruhda o'zingiz bo'lmaysiz. Sizga o'xshagan g'oliblarimizdan 40 ta, 50 ta bo'ladi. O'zingiz bormaysiz. Mayli sheriklikka birada dugonangizni ham olsangiz bo'ladi. Uni xodimlarimiz aloqaga chiqqanda sizga tushuntirishadi buni. Xo'p, rahmat kattakon. Xursandmisiz? Hamisha mana shu ishlaringizda charchamangizlar. Xalqimizga xizmat qilishda charchamangizlar. Katta rahmat sizlarga. Salomat bo'ling, yaxshiliklaringizga ishlating, sog' bo'ling, yaxshi kunlaringizga boring. Mohinur opa, xursandmisiz? Xursandman. Demak, siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, bundan juda ham baxtiyormiz va sizga xodimlarimiz aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumot berishadi. Xo'p. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Ana. Zo'r. Qanday yaxshi odamlarni xursand qilish, qanday yaxshi insonlarning hojatini chiqarish qay darajada zo'r baxtdir.
Bilasizmi, Samandarga bir xil payt borku, masalan, har kuni g'olib aniqlaymiz va har kuni insonlar xursand qilamiz. Bir xil payt shu o'zim yutib olgandek bo'lib ketaman. Shu sayohat g'oliblarini aytganini, masalan, Turkiyaga yoki Umraga yoki Vyetnamga aytganda shu o'zim yoki o'zimni qarindoshim yutib olgan yoki o'zim yutib olgandek xursand bo'laman. Siz baxtli odam ekansiz. Boshqalarni yutug'idan har kim ham quvona olmaydi, bilasizmi? To'g'ri bu gap. Ko'pchilik ham quvona olmaydi. Chunki bu azbaroy tavba qildim, astag'firulloh, bir hasad degan narsa bor-da. Sizda havas azbaroy rostdan ham shunaqa bir samimiylik bor ekan. Rostdan ham o'zingiz yutgandek xursand bo'lyapsiz. Bu shuning uchun ham yo'llar ochilyapti-da, shuning uchun ham yutuqlar zo'r chiqyapti, ko'ryapsiz. Ha, mayli. Muhimi Samandar aka, biz o'z mijozlarimizni orzularini amalga oshirmoqdamiz va orzularni amalga oshirishda davom etmoqdamiz. Garant savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi, 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilasiz. 6 davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Shu bilan birga eslatib o'tmoqdaman, bitta davlatimiz qolgan, ya'ni Umraga ziyorat yo'llanmasi g'olibini aniqlaymiz yillik aksiyamiz bo'yicha. Undan so'ng esa jonli efirda tomosha qilib turgan muxlislarga smartfonni sovg'a qilamiz. Samandar aka, mana Instagramimizda jonli efir ketmoqda. Bizda haftada 3 kun mashhur san'atkorlar bilan jonli efirlarimiz bo'lib o'tadi. Mashhur insonlar bilan bo'lgan jonli efirlarimizni smartfon yoki boshqa sovg'alar ham yutib olish imkoniyatiga ega muxlislaringiz. Shuning uchun Garant savdo markazi Instagramiga ham obuna bo'lib qo'ysa, har kun 20:00 da jonli efirimiz bo'lib o'tishadi va ular ham shunchaki jonli efirda tomosha qilib, haftada 3 kun smartfon qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ana, ko'ryapsizlar, hurmatli aziz mani podpischiklarim, qadrdonlarim, do'stlarim, mani Instagram doshlarim deyman hammalarini. Azizlarim, mana ko'ryapsizlar, sizlarda ham shunaqangi bir yutib olish imkoniyatlari bor. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoq rivojlanib, juda oson bo'lyapti bir sovg'alarga erishish, qayergadir borib kelish. 2800 ta odamni dunyo ko'rishiga sababchi bo'lyapsizlar. Bu juda katta ish. Hozircha 2800 ta, balki 3800 ta, 5000 bo'lib ketadi. Biz ishonamiz. Sababi bu so'zni eshitishimga sabab aka, o'zi sayohat aksiyamiz boshlanganda 1800 ta sayohat aksiyasi edi. 1800 ta sayohat aksiyasi edi. Shunaqa bo'lganmi? Ko'payib ketyapti. Ha, ko'p. O'zi boshida 5 tadan boshlanganmiz, keyin 15 ta, 300 ta, 800 ta va hozir 1800 ta edi. Garant savdo markazining rahbariyati shu g'oliblarimizni Turkiyaga, Dubayga shu sayohat davomida borgan xalqimizni, mijozlarimizni xursandchiligini ko'rib, ular o'sha chet davlatlardagi o'sha dunyoga mashhur joylar o'z ko'zlari bilan ko'rganda hali hayratlanadi inson. Shu holatlarini ko'rib, Garant savdo markazining rahbariyati yana 1000 ta sayohat yo'llanmasi qo'shgan, ya'ni 1800 ta plus 1000 ta, jami 2800 ta sayohat aksiyasi. Gap yo'q. Har bir sarflangan sent tuman bo'lib qaytishiga tilakdoshman, to'g'risi. Chunki bunaqangi yaxshi niyatli insonlar, bunaqangi bir xotamtoy, qo'li ochiq insonlar har doim ham topilmaydi. Yaratganga shukr, yaxshi hamki shunaqangi insonlar bor. Qarang, 1800 tadan birdan 2800 ta. Demak, bu yog'iga balki 10 mingga chiqib ketishi ham mumkin. Ne ajab. Xudoga oson. Qani ko'ramiz. Shuning uchun sayohat aksiyasini yutish niyatida bo'lgan mijozlar, sizlar ham aksiya ishtirokchisiga aylanib qo'yinglar. Hali oldinda bizda sayohatlarimiz juda ham ko'p. Xo'p, aka, men sizga topshiraman. Umraga ziyorat yo'llanmasi yillik aksiyamiz bo'yicha eng baxtli insonlardan biri aniqlanadi. Umrani ziyorat qilish, qarang, insoniyat tarixida 1,5 yil davomida ne payg'ambarlar, ne ulug' zotlar borib ko'rgan Ka'bani ko'rish vaqtiga muyassar bo'lishadi. Boshladik. Bismillah. Ko'rishganda ham eng mutlaq bepul mazza qilib o'zlari borib ketishadi. Endi bu ham o'sha odamlarga g'olibimiz aniq, bu esa Buxoro viloyati G'ijduvon filialimizdan Rahimova Azizaxon opamizga Umraga ziyorat yo'llanmasi muborak bo'lsin deymiz. Bu qarsaklar siz uchun, aziz opa. Aynan aziz opamiz bizdan 25-mart 2026-yilda mahsulot xarid qilishib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib, yillik aksiyamiz bo'yicha Umraga ziyorat yo'llanmasini qo'lga kiritishgan. Qo'ng'iroq qilamiz, tabriklaymiz. Qutlaymiz qilamiz hozir. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz hozir. Salom, men Garant savdo markazidan Qorboboman. Ular Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 2-bog'chada xodim bo'lib ishlar ekanlar, bog'chada. Xo'p, juda ham yaxshi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra va ularga qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Garant savdo markazidan aloqaga chiqmoqdaman. 25-mart kuni G'ijduvon filialimizdan mahsulot xarid qilgan ekansiz.
Aha. va bizni sayohat aksiyamizda ishtirok sifatida qatnashgan ekansiz. Ha. Xabaringiz bor sayohat aksiyalarimiz bo'yicha? Ha, xabarim bor. Aziza opa, sizga bir xursandchilik xabar aytish uchun qo'ng'iroq qilmoqdaman. Aha. Va hozir jonli efirdasiz va jonli efirimizda o'zbek estradasining yorqin yulduzi, mashhur san'atkorimiz bilan birga jonli efir o'tkazmoqdamiz. Bu esa Samandar Hamroqulov bilan birgalikdaman. Hozir men telefonda Samandar akaga beraman. Samandar aka sizga qaysi davlatga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritganingizni aytishadi. Eshitishga tayyormisiz? Tayyorman. Marhamat Samandar aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aziza opa deymi, Azizaxon deymi? Siz Azizaxon deng. Azizaxon. Xo'p. Labay. Mana qarang, men bu sayohatlarda, masalan, Turkiya, Dubay, mana shu davlatlarda bo'lganmisiz? Bo'lmaganman. Turkiya- Faqat O'zbekiston bo'ylab sayohat qilganman. O'zbekiston bo'ylab sayohat qilgansiz. Qanday yaxshi, zo'r-ku. Juda ham yaxshi. Xo'p, hozir lekin shuncha bormay, lekin eng zo'riga boradigan bo'ldingiz. Men sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Siz Rahmat. Umra sayohatiga yo'llanma yutib oldingiz. Muborak bo'lsin. Umraga ziyorat yo'llanmalari. Tabriklaymiz. Umra hoji bo'lish nasib etsin. Bu qarsaklar siz uchun. Mana shu qarsaklar hammasi siz uchun. Rahmat. Hozir to'g'ridan to'g'ri efirda ishonsangiz Instagramda bilmadim necha million odam sizni hozir siz uchun qarsak chalyapti. Hamma xursand siz uchun. Muborak bo'lsin. Nima xarid qilgan edingiz? Rahmat. Tillazirak. Tillazirak xarid qilgansiz. Mahsulotlar har xil ekan, ko'p ekan. 11 ming xildan ziyod mahsulotimiz bor. Barcha insonga kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarimiz bor. Qarang, zeb ziynat baribir ayollarga yarashadi. Mana endi zeb ziynatlarni taqvolab umraga shunday yo'lga chiqasiz, xudo xolasa borib. Bu yerda bitta o'zingiz emas, albatta sizni singari juda ham ko'p g'oliblar bu yerda. Hozir bilishimcha, demak, juda ham ko'p g'oliblar birgalikda ketishar ekan ko'pchilik. O'shaning uchun voy bir o'zim qanday ketaman, qanday boraman degan sarosimaga tushmang. Borib kelish, yo'l kira hammasi demak mana shu Garant savdo markazi tomonidan qoplanar ekan. Bepul sizga aynan bu putyovka. Muborak bo'lsin. Xursandmisiz? Xursandman, juda ham xursandman. Ishonsangiz hozir 7-osmonda uchib yuribman. Tilim ojiz, nimadir deyishga tilim ojiz. Yo, Allohimga ming shukrlar bo'lsin. Sizga ham kattakon rahmat, borlaringizga shukr. Amin. Sizni ham san'atingizni, o'zingizni juda ham hurmat qilaman, qo'shiqlaringizni eshitaman. Rahmat. Mana Salomat Samandar aka bo'ling. qaysi qo'shig'ini ko'p bilsa ekan desa bo'ladimi? Azizaxon, sizga qaysi qo'shig'im yoqadi? Hammasi. Eslolmayapti nomidan. Keling O'shaning uchun Samandar hammasi aka, bor imkon bo'lsa Hayajondaman. Aziz opaga juda xursandchilik holatida yana davabni bo'lsin dedik-ku, 2 baravar bo'lsin. Sevgi fasosini 2 qatorini aytib bering. Yomon qimmatga tushib ketyapsizlar. Mayli endi Aziz opa uchun Samandar aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Azizaxon uchun chin yurakdan ilohim umralarga yaxshi borib kelishingizga Sevgi tilaydoshman. fazosinda Uchganlar uchganlar ko'pdir, ko'pdir, xayolda yulduzni Kuchganlar ko'pdir. Ay, kuchganlar ko'pdir. Uchganlar ko'pdir. O, zo'r, rahmat. bravo. Gap yo'q, yaxshigina ovozingiz bor ekan, lekin sizni tabriklayman. Rahmat. Xudoy taolo shunaqangi bir iste'dod bilan sizni yo'qlagan ekanda. Gap yo'q, muborak bo'lsin. Putyovkalar muborak bo'lsin. Yil 12 oy har doim shunaqangi xursand bo'lib yurishingizga tilakdoshman. Inshaalloh. Rahmat. Aziz opa, sizga umraga ziyorat yo'llamalari muborak bo'lsin. Xodimlarimiz aloqaga chiqishadi, to'liqroq ma'lumot berishadi. Siz esa umraga ziyorat qilish uchun tayyorgarlikni boshlayvering. Chamadonni настроение. Chamadonlar, zagram pasportlar, ya'ni xorijga chiqish pasportlarini tayyorlayvering. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Omon bo'ling, sog' bo'ling, Sog' o'zingiz bo'ling. ehtiyot qiling. Xo'p, Rahmat. Samandar aka, xo'p. rostini aytaymi? Juda xursand bo'lib Opa, ko'z yosh to'kdi, bu albatta xursandchilik ko'z yoshlari, lekin menimcha hozir bir 15 minut, 20 minut o'sha telefonda aytgan joyimizda tursalar kerak. Hozir shokda hozir. O'zini hazm qilib, o'zi Shu o'tib to'xta. Tushunma, unga chimchilab qo'yib bolam. Chimchilab qo'ydi. Yo'q, o'zi o'ngim rostdan ekan. Men qo'ng'iroq qilishdimi? Rostdan yutyapsizlar, o'rtoqlar, qaranglar. Har kuni sovg'a ulashish. Bu qay darajada bu tirishqoq bo'lish kerak? Qay darajada o'zini, yurtini, xalqini sevish kerak odam? Shu darajada men o'ylaymanki, patriotizmni bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Vatanni sevadigan insonlarni bundan ortig'ini ko'rmaganman men. Har kuni shunaqangi sovg'a ulashish. Bu juda ham zo'r. Barakotli bo'lsin ilohim.
Albatta. Endi nimani ham smartfonni ham endi egasini topamiz. Egasini topamiz. Bugungi Oh. aksiyamiz bo'yicha 3 ta davlatga Turkiya, Dubay, Umra davlatlari sayohat g'oliblari bugungisi aniq va ularni tabriklab qolamiz. Sayohat aksiyamiz ishtirokchisiga aylangan, hali g'olib bo'lolmagan mijozlarimiz bo'lsa, ularga omad tilab qolamiz. Ishonamiz, siz ertaga g'olib bo'lasiz. Hali umuman aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmagan mijozlar bo'lsa, ertagayoq Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mlik yuqori mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylaning va 6 davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiriting. Endi esa biz Samandar akam va'da qilganlardek, jonli efirda shunchaki tomosha qilib turgan muxlislar ichidan shu smartfonni egasini topamiz. Qanday aniqlaymiz buni? Shunisi Samandar aka keling. bu xohlaydiganlar juda ham ko'p. Telefon esa bir Bir donagina. dona. Menga 7 dan 10 gacha bo'lgan bitta raqamni ayting. 7 dan 10 gacha? 7, 8, 9, 10. Bittasini tanlab bering. Samandar deganda S A M A N D R 8 ta harf 8 ekan ta demak. 8 raqam. 8 raqami. Endi shart aytaman. Biz bitta telefon raqami aytamiz. Hozir jonli efirda bizga 8-chi bo'lib bog'lana olgan ishtirokchi shu smartfonni g'olibiga aylanadi. Unda birinchi qo'ng'iroq kutishimiz Birinchi cho'zilib ketadi. qo'ng'iroq, yo'q, birinchi qo'ng'iroq, barcha qo'ng'iroqlarga biz javob beramiz. Siz bilan muxlislaringiz jonli efirda gaplashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bir marta siz bilan misol uchun to'ylarda, tadbirlarda yurasiz, Samandar aka, bunda qaysidir muxlisingiz siz bilan ko'rishmagan yoki jonli gaplashish olmagan imkoniyatiga ega jonli efirda bemalol gaplashib oladi. Omad kelib qo'ng'iroq qilsa. Demak, biz sizlarga telefon raqamini aytaman. 8-chi bo'lib bog'lana olgan Samandar aka muxlislari shu smartfonni g'olibiga aylanadi. Demak, yaxshilab e'tibor beringlar. 90lik 273 32 41. Qaytaraman. Oson nomer ekan. Sonlik 273 32 41. 90lik 273 32 41 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizlarning qo'ng'iroqlaringizni qabul qilishga tayyormiz va shu smartfonni g'olibiga aylaning. Bizda qo'ng'iroqlar boshlandi Samandar aka. Qo'la, gap yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xo'p, siz birinchi qo'ng'iroq egasi bo'ldingiz. Tabriklayman. Ismingiz nima? Hayitxon, Andijon Jalaquduqdan Hayitxon. Hayitxon, Andijondan ko'ryapsizlarmi bizni Jalaquduqdan? Qani efir yaxshi bo'lyaptimi? Internet parod qilmayaptimi? Ha, yo'q, yaxshi. Yaxshi, zo'r, gap yo'q. Siz birinchi bo'lib bog'landingiz, bizga 8-chi bo'lib bog'lanishga yana harakat qilib ko'ring. G'olibga aylaning. Xo'p, rahmat, harakat qilamiz. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Va Hayitxon. qo'ng'iroqlar ketma-ketligi Samandar aka boshlandi. Marhamat, ikkinchi qo'ng'iroqimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz? Daryodan, Sarosiyo tumanidan. Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumanidan Ma'rifatxon. Ma'rifatxon, gap yo'q. Tabriklayman qo'ng'iroqingiz bilan. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Surxondaryo bu polvonlar yurti. Polvonlar yurti. Surxondaryo juda bir nima desa bo'ladi? Mard insonlar ko'p, kuchli, iste'dodli, juda ham kuchli insonlar, kuchli sportchilar, kuchli chavandozlar, zo'r insonlar, ulug' insonlar chiqqan yurt. Qolaversa, u qanday bir sahobiy insonlarimiz o'tgan, dinda ham juda katta olimlar o'tgan. Xursandman siz bilan tanishganimdan. Sog' salomat bo'ling. Lekin siz yana takror qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Ikkinchi bo'lib bog'lanishda 8-chi bo'lishga harakat qiling. Efirni ko'ryapsizmi? Ha, jonli efirni kuzatib ko'ryapman. Qiziq Sizga salomlar. Zeriktirmayapmizmi? Yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat Allohga. Gap yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar. Va biz 3-chi qo'ng'iroqqa javob beramiz. Nega? Mana bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'yinda qatnashmoqchi bo'lib telefon qildim. Xo'p, ismingiz nima? Muhammad Sodiq. Muhammad Sodiq, qayerdansiz? Rayishdan. Qayerdan? Bulovoshidan. Bulovosh. Buloboshi Andijon. Qaysi viloyat? Bulovosh juda ko'p joyda bor. Viloyat. Qaysi viloyatdan? Andijon. Andijon viloyatidan. Andijon viloyati. Siz 3-chi bo'lib bog'landingiz, 8-chi bo'lishga harakat qiling. Ha? Siz 3-chi bo'lib bog'landingiz, 8-chi bo'lib qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Aha. Xo'p.
yosh muxlislaringiz ham harakat qilyapti, Samandar aka. Endi ijtimoiy tarmoqda hozir Yoshlar va 4-qo'ng'iroqni qabul qildik, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'ri, yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zlari omonmilar? Rahmat, zo'r aka. Tanishamiz endi. Qayerdansiz? Qayerdansiz? Ismingiz nima? Aka Farg'ona viloyatidan aka. Voyda, Farg'ona. Qayerdan? Rishtonmi, Quvami, Oltiariqmi? Ovvoldan aka. Ovvoldan. Ovvoldanmi? Ha, Ha, Ovvoldan. Ovvol degan joydan. Siz Farg'onadan, ha? Aha. Ha, Zemlyak. Yo'q, biz boshqa joydan. Xo'p, tabriklayman. Siz bilan nima yangi yil bilan, Tanishganimizdan Navruz bilan tanishganimiz bilan. Gap yo'q, sog' salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Va biz 5-qo'ng'iroqqa javob beramiz. 5-qo'ng'irog'imiz. Assalomu alaykum, efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Kim? Ismingiz nima? Andijondan. Andijondan. Ismingiz? Jahongir. Jahongir aka, siz 5-bo'lib bog'landingiz. 8 bo'lib bog'lanishga harakat qiling. Xo'p bo'ladi, rahmat. Xo'p. Siz Andijondansiz, ha? Yo'q. Farg'onadan, Qo'qondan, qayerdansiz? Efirdan aytaman. 6-qo'ng'irog'imizga javob bermoqdamiz. Assalomu alaykum. Samandar aka. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men yana Jaraqo'dan Hayitxonman. Hayitxona bu 6-bo'lib bog'landilar. 6-bo'lib. Yana boshqatdan harakat qilib ko'ring, lekin gap yo'q. Omadli ekansiz. Faqat Rahmat. ikkita yetmadi. Mayli, yana bir marta qo'ng'iroq qilib ko'ring, gap yo'q. Ketdi. Qarang, bizni jonli efirda kuzatib, harakat qilmoqda. Xo'p. Kim qilyapti? Boshqasi. U ish bo'yicha Ish qilyapti. bo'yicha. Ha, marhamat. 7-qo'ng'irog'imiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ikkita qoldi 8 bo'lishiga. Ha, 7-bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Siz 7 bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Men Dilshod Angrendanman. Toshkent viloyati Angren. O, angrenlik yigitlar. Yaxshi yuribsizlarmi? Kayfiyatlar zo'rmi? Rahmat, Allohga shukr. Yomg'ir yog'mayaptimi? Yo'q, yomg'ir yo'q aka. Yulduzlar cho'tki mashinasida ishlab 7ni biri Xizr deydi-ku. Siz endi 7-chi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Baribir 7 raqami sizga nasib qilgandan xursandmiz. 8-chi qo'ng'iroqni kutamiz lekin. Xo'p, rahmat. Gap yo'q. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Va biz g'olibni qo'ng'irog'iga javob beramiz. Bu baxtli inson. 8-chi kim? Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Ayol kishi. Va alaykum assalom. Qayerdansiz? Ismingiz kim? Xorazmdan Dilnoza. Mashallah. Xorazmdan xush ko'raman o'zbek qizlarin xorazmcha talaffuzini. Yoqtiraman u yer qizlarin qo'ysangiz degan so'zini. Ular buni aytsa muloyim labidan bol tomganday bo'lar. Xorazmlik qizlarni doim qo'ysangiz degizgim kelar. Erkin Vohidov, O'zbekiston qahramoni. Tabriklaymiz. Telefon muborak bo'lsin. Telefon, smartfon Xorazmga ketdi. Rahmat katta. Xo'p, demak siz bilan hali xodimlar bog'lanishadi va siz albatta Grand Savdo markazini respublika bo'yicha barcha viloyatlarda filiallari bor. Aynan Xorazmni qayerda bo'lsangiz, Urganch bo'lsa Urganch, Bog'ot bo'lsa Bog'otda. Bog'ot bo'lsa Bog'ot. Urganch shahridan. Ha, Urganchdan olib olish imkoniyati egasi. Ertaga borib Grand Savdo markazi Urganch filialidan shu sovg'ani qabul qilib olish imkoniyatiga egasiz. Rahmat katta. Sizga sovg'alar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat katta, rahmat. Salomat Sog' bo'ling. bo'ling. Xo'p. Xo'p, Ana. rahmat. G'olib ham aniq. G'oliblar G'oliblari ham. ham aniq. Smartfon g'olibi ham aniq va bizda qo'ng'iroqlar davom etmoqda. Biz esa 9-chi qo'ng'iroq. Chashkani berib yuboraylikmi? Nima qilaylik? Biz Kech qoldingiz. 8-qo'ng'iroqgacha ko'tarish imkoniyatiga egamiz. Bugun g'olib bo'lgan mijozlar ertangi va keyingi san'atkorlar bilan bo'lgan jonli efirlarimizda g'olib bo'lish imkoniyatiga egasiz. Shuning uchun bizdan doimo kuzatib boringlar. Garant savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi, 6 ta davlatga bepul sayohat yo'llanmasi, bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilasiz. Sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashasiz va bepulga sayohat qilib kelasiz. Va bugungi jonli efirimiz mehmoni barchamizni sevimli ijodkorimiz, aktyorimiz
estrada yulduzimiz, san'atkorimiz, boshlovchimiz, tele boshlovchimiz, ustozoda san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov bo'ldi. O'zi to'g'risi men xijolat qilaman shunaqangi ko'p serial qilib e'lon qilishadi-ku. Men shunchaki misol uchun gap yo'q, davlat unvonlari har doim yoqimli, chunki unvonni olish uchun uncha mehnat qilinmaydi, yaxshigina mehnat qilish kerak. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, aktyor Samandar Hamroqulov desa bu tushunuz yetarli bo'ladi. Lekin siz bugun meni e'tirof qilib, juda ham kayfiyatimni ko'tardingiz, xursand qildingiz. Demoqchimanki, tomoshabinlar Samandar juda ham maqtaganni, haligi pudaganni, ishirganni yaxshi ko'rar ekan degan xayolga borishmasin. Juda ham oddiy insonmiz. Hammamiz, siz ham juda ham oddiy odam ekansiz, lekin qarang, oddiy odamlar g'olib bo'lyapti va benihoya xursandman ishtirok etganimdan. Garant savdo markazi bundanda kengayishiga, bundanda kattalashishiga, bundanda yuksalishiga tilakdoshman. Samandar aka, ona so'ziga qo'shimcha qilmoqchi edim. Biz siz haqingizda va siz erishgan yutuqlardan 100 tasidan 2 tasini olib gapirdik. Biz shu 100 tadan yarimtasini olib sizni gapirganimizda to'g'ri kelmas. Bittasini olib gapirganimizda ham to'g'ri kelmas. Shu sababdan 100 ta siz erishgan yutuqlardan 2 tasini aytib, sizni biz xalqimizga e'lon qildik. Eng muhimi, sizni jonli efirda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz Samandar aka va umid qilamiz keyingi jonli efirlarimizda ham Garant savdo markazida g'oliblarni aniqlab berasiz va Garant savdo markazining ishonamiz eng yaqin do'stlaridan biri hisoblanasiz. Xudo xolasa, ilohim. Efirimiz yakunini Samandar aka, biz har kun jonli efir o'tkazamiz. Ertaga ham sizlar bilan 3 ta davlatga sayohat g'oliblarini aniqlaymiz. 20:00 da Vyetnam, Misr, Gruziya davlatlariga sayohat g'oliblarini aniqlaymiz ertaga. Efirni kuzatib boringlar. Samandar aka, siz bilan xayrlashmaymiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling ukajon, omon bo'ling. Ishingizga rivoj, kasb-koringizga baraka beraman. Baraka tilayman. Haligi Navoiy hazratining aytgan gaplari bor. Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q, xalq g'amidin g'ami. Xalqni g'ami bilan yashamagan odamni odam hisoblama deyapti-da. Qilayotgan harakatinglar xalqni g'amini o'ylash albatta. Xalqni ko'ngliga, xalqni qalbiga, ko'ngliga haligi nima deydi, yo'l topishga harakat qilish. Bu oson bo'lmagan ishlarda sizlarga omad tilab qolaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Samandar aka, keling efirda yakunini o'zimiz chiroyli so'z bilan birgalikda aytib yakunlasak juda ham chiroyli bo'ladi. Ya'ni sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling. Albatta. Sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling.